Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. Bütün dünyadaki aziz halkımız. Kalipten Kalipke namlıq programımızın 17. sanlı görüşünlerini karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli körülmelerimiz, elbette bu mübarek ayının harbi gündün başlap, her günü huzuruna buluvatımız. Bir-birinden muhim temalarını ustazlarımızın ağzıdan nayeti miğizlik şekilde anlap, eğer de bunu hayatımızda tatbiqlayalığan bolsak, bu mübarek ayda Allah'a teyxinbek, bizni bir qadam bolsun Allah'a yaqinlashtiradigan bolsa, bu bizning eng cho'ng baxtimiz deb qaraymiz. Rabbim shularning jumlasini qilsin. Bugungi temamiz tunugin biz e'lonimizda bergandek, har birimiz uchun eng muhim ishlarning biri bo'lgan, hayotimizni haqiqiy baxtlik mushu dunyo hayoti, oxiratdagi mangulik baxt, jannat hayotiga kirishdan burun bu dunyodagi mushuncha bola qiyinchiliklar, nurg'un dishvorchilik, mushlarning ichida ham bizni tik tutib tura oladigan, bizning ruhimizni yuqori tutib tura oladigan va bu dunyoni bizga jahannamga aylantirmaydigan bir mu'minda tepilishi kerak bo'lgan tema, u bo'lsin iymon lazzati. Bu bo'lgan vaqtida buni his qila olsak, shuningga ko'ra yashay olib, shuningga ko'ra to'g'ri ilm elib, barliq qilgan amallarimizda u Allah subhanahu va taologa bo'lgan iymonimizdagi lazzatni tetiy olsak, bu eng cho'ng, eng to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lamiz aslida. Shuning uchun bugungi temamizda inshaalloh shu iymon lazzatini qandoq tetiymiz, qandoq amallar bu lazzatni tetishdan bizni to'sib qo'ydi degandek temalarni, mavzularni yo'rtishtirishimiz inshaalloh. Bugungi programmamizning aziz mehmoni, hammalar tanishib bo'lgan, ilgari ko'plagan programmamizga taklif qilib, programmamizda xalqimizga o'zining ilmida manfaatlantirib kelayotgan ustozlarimizning Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Qosimjon Damollarni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganlik uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shundaqla ijtimoiy fikr vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda ustoz bevosita programmamizga kirib ketsak, albatta buni his qilinmagan vaqtida iymon lazzatini inson odatdagi nurg'un amallarni insonga mushaqqatlik tuyuldi. Hayotimizda nurg'un uchirgan musibatlarni hamma narsa boshqacha ig'ir keldi. Nurg'un degan insonlarningki jamiyatda anglab atrofimizdagi kishilarningki har xil shu psixologik kasallarga mubtalo bo'lib ketishiningmi, nurg'un psixiklarningki o'chiratda turib ularning oldida musulmonlar islom dunyosidami ashundaq tizilib ketishi, ularning eng bozor bo'lib ketishi aslida u musulmon jamiyatidagi kishilarningki iymon lazzati Allohga bo'lgan bog'lanishining yiroqlab ketganligidan, hayotda turli dishvorchilik ichida yashaydigan gapkan. Shuning uchun shuni bir yo'rishsak, oldi bilan iymon lazzati degan nima, buni qanday tushunish kerak? Shundan boshlamasak. Bismillah ve elhamdülillahi ve bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillahi ve men vela amma ba'd. Sizlerden Allah razı olsun. Hem şu ulug' Ramazan aylarida barliq Sharq Turkiston muhacirat yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarımizga shu diniy mazmunlarni yetkazib berishga cho'ng rol o'ynayapsizlar. Allah subhanahu wa taala xizmatinglarni bereketli, xayrli qilib bersin. Amin, amin. Demek, endi hozir nihoyatda bir muhim bir oyda turibmiz. Bizning shu temamizga ahamiyat bergan kishiga nisbatan bu oy nihoyatda bir fursat iyamdi. Çünkü Allah subhanahu wa taala bizni har vaqt yomon yo'llardan yiroqlashtiradigan, iymonimizning ojizligiga sabab bo'ladigan shaytonlarningki bang'ashlarini Alloh bog'layib, bizga bir fursat yaratib beradi. Shu fursatda iymonni ziyoda qilib olsin, shu iymonni ziyoda qilish orqali, yaxshi amallar orqali iymonning haqiqiy lazzatini tetib, texinbekri qalbini iymon bilan Alloh bilan bo'lgan aloqasini mustahkamlab olsin degan bir fursat iyi bu. Chunki bu oyda yaxshilik qiluvchilar musobaqa qilishadigan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bu oyda bizga ulgu bo'lib, ibodatda, xayr ihsonda, hamma narsada eng oldida turib bizga ulgu bo'lib bergan bir oy hamdi. Endi temamizga qaytib kelsak, iymonning lazzati, iymonning halovati deb ataymiz.
Yani imanning lazzatini qanday his qila olamiz degan vaqtida bir insonningki Allohning taatiga bo'lgan nihoyat rozimanligi, yaxshi amallarga bo'lgan bir intilishi, shu ishlarni qilgan vaqtida qalbdagi bir rohati iymonningki lazzati deb qaraladi. Çünkü mezhebde arab baksak özümüzden sel imanı acizlaşkansa susuşup kalgan vaktimizde bazı namazla ağır kilgan ahval var. Hatta Ramazanla ağır kilgan bazı bir taatla, ibadetle ağır kilgan ahval var. Bu ne modise imanın hakiki lezzetini tetiyanmaganlıkına alamet oldu. İmanın hakiki lezzetini tetiyanmagan adam her kandak bir emde umumi bir vakti taat deyimiz. Yani Allah razı bulduğun bir emelini kılganda kalbi şunda rahat, şunda bir hatırcamlık his kıldı. Ve şundaqlı şu işqi üzlügüdün aktifleşip gidiyordu. Canlanıp gidiyordu. Şu işini daha gerek kılgız geliyordu. Çünkü bu ayakta hem de şu münasip alatta Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de müminlerini süpetlep innemel mu'minûnellezîne izâ zukirallahu vecilet kulubuhum. Yani hakiki müminler imanın kalbini tetiyalgan, imanı kalbine urnagan müminler kanda kıldı dese Allah zikir kılınsa bulanın kalpleri nahayet bir kozgulup gidiyor deydi. Bunu alimler hata işte Allah'tan korkup çocuk gelse yaxşı taatlarga nispeten Allah'a mayil olup gidiyor deb söyleydi. Yani bir mesela insan özün halini bölüdü ya. Mesela bir hata bir işlerle şugullanılan ya ki şu Allah zikir kılınan şu ayette insanga bir işlerden çekleş emri olgan bolsa nahayet şürkünüp bir xil istiğolap gidiyor. Ama Allah subhanahu wa ta'ala şu bir yaxşı bir müminlerge bolgan bişareti şu ayette veya ki ulağa bir yaxşı bir işlerge buyuruş olap qop qalsa insanın kalbi şunda rahatlanıp nahayet kalbi bir hareketke ötep gidiyor deydi. Bunu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde yani bir kafir ya ki münafık asi insanlar bir günah masiyet hata işini qop qalsa çiğin qunugandek esqib ötep gidiyor. Ama hakiki müminçi dese bir hatalıqını qilib qolib qalsa üstüge tağ dümçüp ketgendek, o zimin üstün bulap ketgendek üstüge kelip gidiyor deb sifatlagan. Hem temimi qaytib ketsek, imanning lazzati degan nima o desa, şu imanning lazzatini tetiyalığı adam taatda huzur his qiladi, ko'ngli xotirjam bo'ladi, şu ishni texambekrak qilishga intilib ketadi. Oyatning oyig'ida va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Allah'ın ayetleri okulsa, ma kalbi imanının temin tetiği adam texin bekerek imanı ziyad olup şu emelleri kandakıp gitip kalıdı, intilip gitip kalıdı, intilidi, texin bekerek kılgız gitip gidiyordu. Kuldu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu günahları mağfiret kılınan bolsa iman kalbine temin tetiğallık üçün texin bekerek itaat kıldığın, keçildir namaz okup gidiyordu, devamlılık Allah'ın zikir kıldığın, Allah'ın esleydiğin bulup bizi gülük oğunu dek, yani kulaklık itka vaktimizde imanın kalbine tetişine namay endisi Allah'a bo'lgan taatda huzur his qilish, qalbning rahat bo'lishi va shu ishga texambakrak intilish imonning ta'min etadiganligini namoyon deb qarasak bo'ldi. Rahmat, Allah razı olsun. Rabbim bizlarni shundoq kishilarning jumlasidan qilsin. Tamam elbette yuqoridagi so'zlardim Allohning Qur'oni Karimdagi bir oyatni tilg'alab o'tdilar. Elbette iman lazzati haqida, buning muhimligi haqida Qur'oni Karimda bo'lsin, hadisda bo'lsin nurg'unlagan bayon qilingan. Şunun kısa bir şekilde anlayan olsak. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de o hakta bir qancha ayetlerini bayan kılgan. Şu ayetlerin qatarından Sure Hucurat'ta Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ deb bayan kılgan. Allah subhanahu wa ta'ala şu müminlerinki ahvalini bayan kılıp Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge Allah imandan ibaretten bir güzel nimetini sizlerge kalbinlerine kirgizdi, sizlerge berdi ve bu imanını sizlerin kalbinlerine güzellep zinnetledi deydi. Yani bu yerki zinnetledi degenleki nima o desa imanның hakiki görünüşünü, imanның temini sizlerge tetigizdi. İmanның zinnetlenişi, imanның şu insanның şu imanға bo'lgan bağlanışını maksat kılıyor. Şu ayet Allah subhanahu wa ta'ala Allah Teala imanını kirgizi ve imanı sizlerin kalbiniz zinnetledi degene imanның temini sizlerge qanday qilgan bo'ldi, tez qilgan bo'ldi deydi. Yani bir ayet Allah subhanahu wa ta'ala bunda deb bayon qiladi. Men amila salihan min zakarin aw unsa felanuhyiyannahu hayatan tayyiba.
Ayette yani kandak bir insan mere er olsun ayal olsun ayet kıskulak kaptı o müminun yani. Mümin haletide Allah'a iman halkan haletide kandak bir er ayal olsun bir yaxşı emelini şu dünyada hakiki Allah rızalığı için kılsa Allah Teala o adamını iki dünyalıkta kandak kıldı naiti pek saadette Allah yaştıdı deydi. Bu yani göre olayımız ki hakiki Allah Subhanahu ve Teala'ga kalbi cihetten bağlanıp salih emel kılgan insanın İki dünyalık hayatı bəxtlik buludu ki Allah bu adamga imanның haqiqiy təmin tetisqan buludu ve insan bu şu təmini qanday qilgan bo'ldi, tetigan bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Endi bu vaqtda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgan hadisda İbn Umar razıyallahu anhu'dan bayan qilgan bo'lishi mumkin. Ala kulli hal Peygamber sallamning bizga qoldirilgan hadisda Peygamber sallam deydi ki 3 iş bo'lib vaqt etibardan Arapçasını qilmaydi deydi. 3 iş bo'lib, şu 3 ishni bir inson topgan bo'lsa, şu ishni qila olgan bo'lsa, şu 3 ish orqali inson haqiqiy iymonning ta'mini tetiy oladi deb bayon qilgan. O ishning birisi nima bo'lsa, Allohning rasuli bu odamga nisbatan barliq narsalardan suyimlik bo'la olsa, Allohning rasulini barliq narsalarning ustida tutib yaxshi ko'ra olsa, bu adam imanның haqiqiy ta'min tetigan bo'ldi. İkincisi shuningki bir insonni, ya'ni bir mu'minni, o'zidan boshqa bir insonni, mu'minni Allohning rizolig'i uchun yaxshi ko'ra olsa, bu adam imanның ta'min tetigan. Bu hadisni ayg'ida deyishimiz mumkin. Endi bu yerda nima desak, insondan boshqa bir mu'minni deyishlik sabab, inson o'zining urug' tuqqanligini yoki ba'zi narsalarni moddiy narsalarning jihatini yaxshi ko'rdi. Ya qon bog'liqi deymiz, ya urug' tuqqanligi, ya uningga bijimi badi, ya uningga yordamlash badi, ya uning bilan birga o'qishdi degandek ba'zi bir sabablar tufayli asli inson tabiiy qanday qilib qoladi, yaxshi ko'rib qoladi. Ammo mu'minga bo'lgan muhabbati nima? Faqat nima uchun? Allohning rizoligi uchun. Mümin bo'lganlik uchun. Bu haqiqiy imanning ta'min etadigan odam yaxshi ko'radi. Bu biz qarab qaramak nurg'un insonlar o'zining yaqinlari bilan bo'ladi. Ammo bu yerdagi insonni yaxshi ko'rishi Alloh meni mu'minlarni qarindosh dedi. Men shuning uchun bu insonni qanday qilaman? Yaxshi ko'raman deb haqiqiy Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'ralganligi bu insonning moddiy narsalarning ustida g'olib kelib tuqqanchilik bu narsalarni g'olib kelib haqiqiy iymonning beg'i bilan yaxshi ko'rganlik uchun bu inson iymonning lazzatini ta'mini qanday qilgan bo'ldi, tetigan bo'la oladi, tidiy oladi deydi. Uchinchisi Allah Teala o insanı xato ishlardan, mayli buningdan burun gunoh ma'siyat yoki shirk amallar bilan shug'ullangan bo'lsa, kufrdan Allah Teala qutulgandan keyin yoki gunoh ma'siyat xato ishlardan qutuldirib, u inson tövbe qilgandan keyin şu xatolikqa, şu kufrga qaytib ketishni xuddi oldidagi bir o't bo'lsa, şu o'tga tashlangandimi bekerak yomon ko'radigan vaqtida bu odam iymon haqiqatan tetib oladi, tetigan bo'ladi deb Payg'ambar alayhisalom bu iymonning halovati, iymonning lazzati haqida bu hadisda bayon qilgan. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Allohga Rabb jihatda rozi bo'lsa, islomga din jihatda rozi bo'lgan Peygamber aleyhisselam'a haqiqiy peygamberlik jihatda razı olup, şu 3 prinsip boyunca yaşayan adam imanның qanday qilgan bo'ldi, ta'min etadigan bo'ldi deb bayon qilgan. Endi hadi ay Qur'oni Karim, hadis Rasululloh bu vaqtda bayonlanacak. Endi 2 hadis bilan kifoyalansak, Qur'on hadisda yuqoridagidek bu vaqtda bayon bor. Allah razı olsun. Tamam, endi albatta. Mushundaq bir mezgilda endi mu'minning aşı so'zlab o'tgan shu darajaga berishini, shundaq har amalida iymonning lazzatini tetiy oladigan darajaga berishini to'sib qo'ygan omillar haqida qisqa bir so'z qilmasak. Endi bayam deganimizdek bu iymonninki lazzati insonga nisbatan nihoyatda pek muhim bo'lib, iymonning lazzatini tetigan kishi ikki dunyolik baxt saodatga erisha oladi. Birinci şu dünyada mı? Nahayet rahat halette. Yani ibadet nispeten rahat. Nahayet paliyetcan. Allah'tan nahayet razı. Allah'ın kaza kaderlerden razı. İslam'dan razı. Kalbi hursen. Nahayet memnun halette yaşalaydı. Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala bu insanın şu imanının təmi arqılı kılgan emelleri de sebeplik. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü buna en isil güzel hayatta Allah subhanahu wa ta'ala yaşadığında yukarı ayette biz bunu okup ettik. Endi bu imanni to'sab qo'ydigan eng muhim omillarning qatoridan birisi nima desa, Allohga bo'lgan ishonchi va Allohga bo'lgan tavakkulning ojizlab ketishi. Chunki Allohga haqiqiy ishonch bo'lgan vaqtida inson hech qanday narsadan qo'rqmaydi.
yılığı kılgan ibadetinin çokum mukaffatını alamam dep jazm kıla alaydı. Mesela velillahil meselala biz mesela bir imtihan musabakası bolsa, şu imtihan musabakasında yoki bir faaliyet oldu deyler, şununda kazangan neticeye erişken, yengen adam şu mukaffatın aldıganlığı işense, şunun nispetten şu insan bütün vücuduyla qanday qildi hareket kılıyordu. İntiladi. Hoş. Ama onun da berelem beremme, bermesmi, aldap koyamı diyendek ehval olap kapqas qanday qilib qoldi? Suslab ketib qoladi. Şunu bizni haqiqiy Allohga haqiqiy taat ibodat qilib shu iymonning huzurini, iymonning lazzatini tetalish qilib bizni o'ltirma to'sal bo'lgan narsa nima o desa, ishonchning ajizlab ketishi, tavakkulning ajizlab ketishi. Mesela bazı bir meyle cihat meydanları da olsa cenni pida qilish, Allah yolunda barliq narsani pida qilish, her vaqt Allah'ın rızalıq üçün hərəkət qilishqa ishonchimiz tövəllab ketib qalsa və təvəkkülümüz ajizlab ketib qalsa, əmdi Allah'ımı mesela ballarım aşk qılamı yoki mavlab qılamı, onda nurgun sebepler aldı görünüp aladı. Hoş. Tevekkül kılanmagan. Şu sahabelerinin alayidliki nima o dese, Peygamber Aleyhisselam Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de ve en azamte fetevekkel alallah. Sen şu işinin doğru işkellikini bilip cezim kılsan, qanday qilib neticesi Allah tapşırıp qanday qilib tevekkül qıl deb emir qılgan. Sahabelerimiz mana şu ayetki naayet bek emel qilib, Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri şu işinin şeriat cihatının doğru işkellikini bilse, tevekkül qılıverdi. Onun neticesini ahvalını kimge? Allah Subhanahu wa ta'ala tapşırdı. Şu an Allah Subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim sahabelerini şundaq nihayet isil sıfatlar bilen medihligen. Şu an tevekkülümü pek muhim insanlar nispeten. Biz kıladigan iş şu, qılmakçı olan haletimiz şeriatga uygun, to'g'rilan bo'ladi ekan, Allohning rizosiga apirgan amal bo'ladi ekan, qolganini Allohga topshirib qanday qilishimiz lozim. Tavakkulni mustahkamlashimiz lozim. Va shu ishlarningki, ya'ni bizni shu iymonning lazzatini tetishdan to'salg'ilab qoladigan, ya'ni eng cho'ng omillar bo'libmi hozirgi davrimizda eng to'salg'iladigan omillarning birisi dunyoga bo'lgan ziyoda bog'lanib ketish. Dunyoga bo'lgan ziyoda bog'lanib ketish. Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de avlatlarının, ailesinin, mal dünyanın insana nispeten nihayet çoğun sınak ekanligini bayan qilgan. Bek çoğun sınak ekanligini bayan qilgan. Şun hazırki insanlarımızın köpüncimiz hemimizden tatip hem de bu cahanның, muhitning ta'siriga uchrab, dunyoga bog'lanib ketadigan, davomliq ma'nodan keyin ana qilib olsam, kichikni cho'ng qilib olsam, kichik uyni yo'g'antib olsam, anımanda qılıp deb hissiyatimiz şununğa bağlılıp ketkenligi üçün her qanday bir taat ibadetlerde, Allah'a bo'lgan tevekküllarda, Allah üçün fidakarlıklarda ajizlab ketyapmiz. O Allah'a bo'lgan taat ibadetinin yükselişi, Allah'a üçün bo'lgan fidakarlık, Allah'ın rizalığı üçün atlanish, o asli imanning ta'mishoshi. İmandan temin ettiği adam kalalaydı onu. O bombamız bekadın keçileri kopap, ağırıp, şu taravih teheccüdlerini okuyduğun. Mesela değil. Bir hudu başkaları din davet kılım de ne çıkıldık vaktini sırap kılıdığın. Özü tapkan pulunu bakatını başkaları beri ötüdüğün. Mesela. Özünün vaktini ayet için emez, halk için, millet için çıkılıp ötüdüğün iş, o imanın lezzetini tetimağın bir adam için bir hudu iş o. Şunu kapırlarda o başka adamlarla iş bulmaydı o. Çünkü ular dünyaya bağlanıp ketkenlik için. Ama imanның təmin tetiği adamlar için onu kılalaydı. Ama bizni şu işten tosap koyuyatkan nersi neyim bulavatı da hazır desek, dünyaya bağlanıp ketip kalış. Nersimizi kavim ketip kala mı? Çıkarak hayır ihsan kılıversek pulum azlap kala mı? Bek ibadet kılsam bek çarşayıp ketip an. Demek, hulası etbetqa vaxtıda ikinci, bizni imanның lezzetini tetişini tosap koyulan amıllardan birisi dünyaya bağlanıp ketiş. Üçüncüsü, sagir günahlarga pervasız olap qilish. Kichik günahlar. Kichik günahlar pervasız. Endi bizlarga kichik günahlarni hozirgi vaqtida bu kichik ishlar bo'lsa, bu bir cho'ng ishga apamisa, bu haram bo'lmasa, masalan. Buning nima bo'lib ketdi deydigan nurg'un ushaq ishlar bizga nisbatan hozir gunoh solanmaydigan bo'lib ketib qoldi. Masalan, salaf solihlardan sizlar nima uchun mana shundaq aslinglarni saqlab qola oladinglar? İbadetlige bo'lgan muomalanglar nihoyat ching mustahkam tura olasizlarning degan vaqtida bulamanda bir qimmatli so'zni qilgan. Biz sunnatlarga vojib muomalasini qildik. Gunoyi sag'irlarga gunoyi kabirlar muomalasini qildik. Agar biz sunnatlarni sunnat bit ko'rgan bo'lsak, vojibimiz qanday ketib qoladi? Yo'qolib ketib qoladi.
Biz sünnetke vacip muamelesini kıldık ki sünnetimiz mükemmel bulması mı? Vacibimiz kadar kılınıp kap kaldı. Müstehkem saklanıp gidip kaldı. Bunun bir okşaydı olsa bu nahayet kıymetlik, iğir bir kıymetlik bir soğuk bir buyum olsa bu buyumni to'sash uchun bir qancha to'saq qo'yamiz ya aniga. Maningda to'xtab qolamiz, to'xtasam to'xtamiz, maningda o'zim to'xtab qolsin degandek, bunda bir oldin elish uchun sadduzariya jihatdan salaf solihlar sunnatni vojib o'rniga ko'tarib muomala qilibdi. Shu sunnatni tark etsam qanaqa qilib qolaman? Gunohkor bo'lib ketib qolaman. Shu sunnatni qilmay qolib qolsam yoki sunnatga shu ishni ijro qilmay qolib qolsam gunohkor bo'laman degandek muomala qilganlik uchun sünnetlerini kıpılamaydı ya mükemmel bütün sünnetli insan. Sünnetim taşınıp kalsa mı neyim? Vacip kollanıp kalıyordu. Küçük günahları çoğun günah. Bu haram digendek muamele kılsam köpünce küçük günahların gerçi anca mınca sadır bulup kalsa mı çoğun günahlardan kandak kılıp kalayım. Saklanıp kalayım deyip muamele kıldıkken. Çünkü ula çoğun günahlar asas cihetinde sadır olmadıkken. Bizdeki hazır ahvalımızda günahlarını küçük göre Peygamber Aleyhisselam degen emez mi hadiste? İyyâkum muhakkiratu zunub. Öküme sallallahu sizlarni günahlarını küçük sanashqa qanday qilaman? Agahlandırma deb. Şoň biz "Voy bu nim boladi" degandek şu günahlarını küçük sanash bizninki imanımızdan acizleşiği sebep barady. Ma'siyetler bilen, çoğ günahlar bilen aralashib qilishga sebep bolup, şoň bilen biz ayliqi işning derecesi bizning idimizni tugallab ketganligi uchun imanning ta'min etadigan bosqichga boramay qolamiz. İmanın tetidiğen ve baramay qap qalamiz. Şu anda xilasasak, şu 3 iş hatta çoğ sebeplerinin qatarını dep qarsak boladi. Köp rahmat. Şunun üçün şu salaflarımız men salafdan gepip qaldım. İlgirki şu sahabeler, tabiinler şu bulup şu kichik günahlar meselesimi. Sen günahning çoğ kichikligiga qaramay, kimga qilinib atqanligini o'yla. Zulcelal Allah subhanahu ve taolaning xiyalınğa, onun huzuriga, onun qılıyatsan yani. Onunğa qılğanlığını oylasan, kichik çoğ göründü vaqtida. Aymini sen bundan depki. İnsanın davamlıq bu tuyğuda boluşunun muhimligini. Allah razı olsun. Ama şu iman lezzeti bilen dünya lezzeti o'ttirisida. Bu dünyada nurgun nazu nimetler vardı. Bu ikisinin o'ttirisini qanday? Endi her ikisi lezzet. Endi iman lezzeti bu insanı mengülük, iki dünyalık baxt-saadetke eriştiradigan, necatlık aparadigan bir lezzet. Yani bunun temin ettiğin insan Allah Teala her birimiz için nasip kılsın. En çok baxtlı insan dep qarşı boludu. İmanın haqiqati. Mesela sahabelerine köpünç sahabelerimiz misal qalımız. Çünkü ular imanın temin ettiğin insanlar. Evet. Şunun için şulardan sadır bolgan narsaning köpünçisi qarsak bizge ulgulik, nemolik narsa sadır bolgan. Çünkü ular qalbga haqiqiy qalbi imandan temin etdiğin. Endi dünya naz nimetleri bilen bu temin etimiz bu bizden hakkımız. Allah Teala bunu caiz qilib bergan. Bazı bir ubdarak bir iqtisad qazanıp pul tepib qalsak bunun bir rahatını sürümüz, xoşal olumuz, kiyim kechak yoki balalarımız yaxshi bir insan bolsa yoki to'y olsa degandek har xil turli jihatdan dunyo ne'matlari ama bizningki xoş oluşimiz, onun ta'mini, huzurlanishimiz haqqimiz var. Ama bu yerda mao mengülük, mao pani. Ama çoğun alaqısı bu imanның halavati degan bu ikki dunyolik. Bu tugmaydi. Kıyamet günü bunun davamlıq sürüdü Allah Teala cennette. Sen dünyada maaşını kılgan edin, şu imanның təmininden sen bu işinin tüpeyli maaşlar sana manda olurdu. Dep tuğuqtumay Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın mukaffatı gerçeleyimiz. Ama o dünyalık bu bizge caiz bolsun bu bek kirişip ketadigan. Bütün vücudumuz bilen şu dünyanın nimetlerini temin etişqa ehmiyet verip ketadigan iş emas. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen dünyada kun gariben ev abir sebil. Dünyada bek dünyaya bağlanıp zat üzerine bilenmey manda bir haşametli yaşap ketme. Sen garip bırak üzerine is kıl. Xuddi abir sebil degan ötüp ketip bağatamdek muamele qil. Çünkü ötüp ketip bağırım mesela bir dağda yoluvchi deymiz de mesela. Öyle ötkedim mi bir yerden ketime degendikin u yerga alayda ehmiyet verip ketmeydi. Özü keraklik narsalar qanday ketib qoladi, o'tib ketib qoladi. O'zing aytib tuytiblar. Sen ma dunyoda shu sening bir vazifang bor. Sen dunyoga kelgandan keyin sen qiladigan bir xizmatlar bor, sening mas'uliyating bor. Shuni ado qilishga diqqatingni markazlashtirib,
Onun bek qanaq ketib qalma, berilib vücudun bilan kirishib ketib qalma deb o'rgatgan. Shunga bu dunyo lazzatlari vaqtliq lazzetden paydalansak boludu, lekin hissiyatimiz ve şunun aqısından ketip çıp ketişimiz biz müminlerge münasip emas. Biz imanның lezzeti bizge yetidi. Ama şu noktada hem de bazılar mesela bu dünyanın Müslümanlarınki güllendiriş halifetullahi fil ardı buluş süpütümüz bilen nurgun yaxşı işlerini kılış için bunun qatıq. Bu yukarıdaki sözden bazılar mesela hata düşünüşü mümkün. Xuddi dünyanın sen bunda g'ayrib taklif o'tib ket bak ko'ngil bo'lma kofir qolsin musulmon degan bak kuchli bo'lib ketmasin bo'ldi shu ojizroq yashasa bo'ldi degandek bunda xato tushungan qilishim tushunish paydo qilishi mumkin. Masalan bu shu hadislarni oyatlarni biz tushungan vaqtimiz cho'qim ahli ilmlarga bog'lab turib shu igillar bilan tushunishning yaxshiligi shuni bilib olaymiz. Chunki payg'ambar alayhisalom mayli Qur'oni Karimdagi oyatlar bo'lsin, mayli payg'ambar alayhisalomning hadislari bo'lsin, bu o'yliq bir hadisda butun holatni muayyan bir insonning butun hayotini muayyan holatda mushnali bo'l degan tutatmaydi. Bu targ'ibot deymiz, qiziqtirishlar va insonning textini boshqa yerga burishlar va yani bu yerlik bu hadis nima desam dunyoda ishim bilan chatqimiz g'arib burungi vaqtida dünya deb koyduk ayrı yemilaka ayrımaya çıkılıp dünyanın terakkiyatlarını çatqıyıq. Yo'q, biz bu dunyoga bayam azra qistirib o'tib ketdim gapimda. Yani bu dunyoda cho'qim sening bir mas'uliyat vazifang var. Sen shuningga qanday qil? Diqqatingni markazlashtir. Sen dunyoning rohatini surishga emas, nimaga? Vazifanga, mas'uliyatingga. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonni yaratishdagi maqsad nima bo'lsa, zaminda insonni xalq qilib, zaminni obod qilish, zaminni taraqqiy qildirish, zaminni gullantirish har birimizning mas'uliyati. O'qish, izdinish, tadqiqot qilish, taraqqiy qilish bizning mas'uliyatimiz. Ammo bu yerdagi hadisning maqsadi nima bo'lsa, sen to'g'ri shu vazifangni qilish jarayonida o'ni vazifani qilsang farz, vojib o'ni vazifasini qilish. Ammo sening vujuding oxiratni unutib Mesela bir insanın dünyaya bekrek berilip gitişi ahiret yok, müşahaba deganlikni uqtirib qo'ydi. Şu bazı tuyg'usiz zaten mush dunyolik qilib olsa, ahiret bilan chatqi yo'q. Ba'zi bir xato gap bor. Sen dunyoga bir qitim kelsa, qanday qilib olgan? Yashab olgan. U mu'minning gapi emas u. Mu'minning gapi nima bo'lsa, dunyoga bir qitim kelsa, ibodat qilib olgan. Aminata hamma ishimiz Alloh razoligi uchun qilingan hamma ish ibodat. Biz yashash uchun bir gap bor, o'kami bir deydimki, yashash uchun yeymizmi, yeyish uchun yashaymizmi deb. Biz yashash uchun yeb qolamiz. Yeyish uchun yashamaymiz. Yeyish uchun yashagan bo'lsak, hayvon bo'lib qoladi. Hayvondan maqsad qilsak to'g'ri. Bizning mas'uliyatimiz, hamda xulosa qilsak, bu hadisdagi maqsad nima desa, sen hissiyotning vujudingni dunyoga bog'lab etsang, nimani unutib qolib qolsa? Ahiret unutib qolsa, qalbingga imonning ta'mini tetishni to'saqlab qol. Ammo imonning ta'min tetigan sahobalar shu dunyoni gullantirgan sahobalar shu. Bayam sahabani misol qildik ya, shu bizning shu Turkiyaga, shu masalan Istanbulning fathi uchun bisharat vergan sahaba masalan, hatto bizning vatanligiga qadar borgan, butun dunyoni avotlaştirib shu islomni keng yayganlar sahobalar. Ular terk dünya alıp otomatik yapılar. Doğru. İman bo'lmagan vaqtida hamma narsa qo'limizda erishgan har qanday narsa o insanın hayatını baxtga emas, balki baxtsizlikka cho'mdirdiganligini bilgan dunyoda ko'rib turibmiz. Moddiy jihatdan shu og'zi burni qadar og'zi burnigacha tiqilib ketgan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda oyatda bor masalan, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Yani tushkunlik bilan to'lgan o'ylab boqayli, eng taraqqiy qilgan davlatlarda shularning sonliq ma'lumotlarga qarasa, o'zini o'ldirib oladigan hodisa eng ko'p. Yani shuncha bola mollukning ichida turib, chunki iymon yo'q. Bu ma'naviy narsa bo'lmag'achqa sonliq ma'lumotga qarab inson alqi cho'chib ketdi qarab. O'g'irlikning eng jiq bo'ldig'ini masalan, nurg'un statistikalar hamda vaqt e'tiboran. Programmamizning vaqtimi tugidi. Bir og'iz gap bilan 1 minutda shu farzandlarimizga kichigidan boshlab iymon lazzatini, uning faqat buyurish, sen ani qil, ma'ni qil emas, kichigidan boshlab har bir ishini qalbida his qila oladigan shaklda tarbiyalash nuqtasida. Endi farzand tarbiyalash masalasi bek bo'yin bir cho'ng tema. Buni qisqa qilib aytgan vaqtida farzandni buyurish bilan qilishdan bekrak farzandlar bolalar asosan to'raydi. O'rnak bo'lish kerak. O'rnak bo'lish kerak ota-onalar. Mush imanning lazzatini tetiydigan yo'llarni avval ota-onada bo'lish kerak. Davomli uyqib imanning lazzatini tetiydigan odam
hayat qanaat bilan boqadi. Ailege qanaat bilan boladı. Er ayalla otursa naayeti perişep, harif şerme haya, bir-birisiga bo'lgan ishonch, bir-birisiga bo'lgan hurmat oladi. Bola shuningdan o'rganadi. Shunga eng muhimi hamda xulos qilib aytgan vaqtda ota-ona balamni yaxshi tarbiyalayman, bu iymonning halovatini tetib, iymon bilan bir cho'ng qilay desa, avval o'zini ulgu bo'lish kerak. Masalan, kichik bolalar misol qilsak, tamoq chekadigan dadaning bolasi tamoq parchalarini izlab ko'tarib, do'rab chekadi. Grimg'i amroq otaninki, ayolninki bolasi davomli aynakning oldida shu apstab shu bildirib sökep o'ynaydi. Namoz o'qiydigan oilada bo'lsa, qizi yoki bolasi davomli sil bizdan oilada bo'laqliqani kichik hamda o'milgan bolalar kelib, do'rab qana qildi, namoz o'qiydi. Qur'on o'qiydigan uyda davomli Qur'onni talashdan bir videolar chiqyapti. Masalan, boshqa narsani ba'zi unmaydi, Qur'onni ba'zi shu to'xtab qoldi. Chunki ota-ona davomli Qur'on o'qigandan keyin bola deydi-ki, "Mushu Qur'on eng yaxshi narsa, bumuz ota-onam qanday qilmaydi, qo'ldan tushirib, tushmay qilmaydi buni. Men ash Qur'onni tutsam bo'ladi" deb intiladi. Shunga eng yaxshi tarbiya ota-onaning ulgu bo'lishi. Va shundaqla farzandlarimizni har vaqt bir qanoatchan, nihoyat bir iymonliq bo'lishga ulgularni farzandlarimizga yordamchi bo'lish, ulgularni. Mesela hozirgi bolalarimiz to'pchilarni, masalan, g'arb eldagi ba'zi narsalarni do'rab ketib bordi ya. Farzandlarimizga ana yaxshi ulgularga uchrashtirib, yaxshi ulgularni ularni o'tirib yuksaltib, oiladami so'zlashgan vaqtda sahobalarni, masalan, yaxshi taqvo olim, isl odamlarning yaxshi xizmatlarini ota-onalar o'tirib so'zlab bersa, bolada ashunga bo'lgan bir yirismanlik bo'ladigan gap. Xo'sh. Qiziqish bo'ladigan gap. Ama o başka dünyanın keşkici kayış, manda olab gitip bardı, özü biliş gerek, ayrım paranlış gerek ona. Mesela turmuşdan kıyınç, nurgun nesini balalarının psikikisini bozmasını bayam degendek, özü uluglaşılan birge, yakşı nemonlarını yardıç gerek oturduk öyle. Manda bir yakşı bir balı varken bu manda Kur'an'ımı da yakşı okudu, anda olaptı, diyen okşayış her türlü yakşı nemonlarını balalarını aldı. Yardıp berge vaxtında balalar şu nesini nemonu kılıp, hakiki iman böyle yaşıgıl buludu. Allah subhanahu wa ta'ala farzatlarimizni tevfik insaf ata qilsin, qiz ayollarımızga sharma hayot ata qilsin. Mana shu ulug' Ramazon oyida Allah subhanahu wa ta'ala bizni haqiqiy o'zining rizoligi uchun amal qila oladigan, iymonning haqiqiy ta'minini tetiy oladigan, oilamiz va atrofimizga ulgu bo'la oladigan samimiy, iymonliq, muvahhid mu'minlarning qatoridan Allah subhanahu wa ta'ala qilib olsin. Ko'p rahmat tamam, Allah razı olsun. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni o'shada oxirlashtiraylik. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo yuqorida so'zlab o'tilgandek, hammamizga har bir amalimizda uning ta'mini xuddi eng esil nozu ne'mat tamoq yegan vaqtimizda shundoq bir huzur his qilamiz qo'ymdi. Shundoq his qila oladigan mu'minlardan qilsin deb tilaymiz. Shundala hayotimiz texambak ma'nilik, texambak güzel ötküsü. Allah ömür verse tiki sağlığımızı görüşküçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء